Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. iApply.org platformasida o'zingizga mos keladigan universitetni yoki yo'nalishni topish uchun bir necha funksiyalarimizdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ulardan birinchisi bu search funksiyamiz. Bu yerda siz xohlagan yo'nalish yoki universitet nomini yozgan holda uni bemalol qidirib topib, ular haqida ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchisi bu chap tomonda joylashgan filtr panelimiz hisoblanadi. Filtr panelimiz orqali siz universitetlarni joylashgan joyi bo'yicha yoki ularda mavjud bo'lgan yo'nalishlar bo'yicha bemalol filtr qilib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari foydalanuvchilarga qulay bo'lishi uchun va ular o'zlarini byudjetiga to'g'ri keladigan universitetlarni topa olishlari uchun tuition fee filtrini ham qo'shib qo'yganmiz. Undan tashqari application fee yoki universitetni dunyodagi reytingda nechinchi o'rinda turishi bo'yicha ham bemalol filtr qilib olishingiz mumkin bo'ladi. O'zingizga kerak bo'lgan filtrlarni tanlab bo'lganingizdan so'ng, o'ng tarafda platformamiz sizni talablaringizga mos bo'lgan universitetlarni chiqarib beradi. Agarda siz xuddi shu harakatlarni yo'nalishlar bo'yicha qilmoqchi bo'lsangiz, u holda siz tepadagi menyudan bakalavr yoki master, ya'ni magistraturani tanlash orqali va filtrda xuddi shu harakatlarni qaytarish orqali bemalol yo'nalishlarni ham filtr qilib yoki saralab ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi.